Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana katta bir shukuh bilan 2022-yilni kuzatib, 2023-yilni kutib oldik. Albatta, o'tgan yillar biz uchun juda ko'p ma'noda ham har bir fuqaro uchun, ham jamiyat uchun, ham mamlakatimiz nuqtai nazaridan juda ko'p dars bo'ladigan, xulosa chiqaradigan holatlar bo'ldi. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda insoniyatni tashvishga solgan pandemiya, undan keyin yuzaga kelgan iqtisodiy, siyosiy inqirozlar, bularning barchasi O'zbekistonda boshlangan katta umidlar va katta kelajak uchun qilinayotgan harakatni asosi bo'lgan yangi O'zbekiston islohotlarini bir ma'noda tezligiga salbiy ta'sir qildi. Bu ma'muriy islohotlar bo'ladimi yoki davlatni iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirishni rejalashtirilgan iqtisodiy islohotlar bo'ladimi? Bularning barchasi albatta qaysidir ma'noda sekinlashdi. Lekin shunga qaramasdan o'tgan yili mamlakatimiz o'zini tarixiy ko'rsatkichiga erishdi. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti tarixiy 80 milliard AQSh dollariga yetdi. Davlat rahbari tomonidan takror aytilganidek, bu ko'rsatkichlar biz uchun asosiy maqsad emas. Odamlarni jon boshiga ko'radigan daromadini miqdori bugungi kunda O'zbekistondagi islohotlarning asosiy maqsadi. Ya'ni har bir fuqaro o'z uyida tinch, xotirjam va to'kin yashashga erishgandagina islohotlar o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Aynan shu yo'lda biz Milliy tiklanish demokratik partiyasini 1300 ga yaqin deputatlik korpusi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ishlayotgan fraksiyasi, barcha partiyaning faollari bugungi kunda O'zbekistonimizda amalga oshayotgan insonparvar islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi sifatida faoliyat olib boryapmiz. Bu qonunlarni ishlashda, parlament nazorati instituti hukumat bilan birgalikda juda ko'p masalalarni muhokama qilishda, o'z takliflarimizni berishda namoyon bo'lmoqda. Partiya saylovlarda saylovchilariga O'zbekistonimizni rivojlantirish uchun hissa qo'shish va'dasini bergan va albatta ayrim elektoratimizdagi faollar tomonidan partiya muxolifat sifatida o'zini tanitgan edi degan ayrim e'tirozlar bo'ladi. Biz mana shunday holatda bir narsani aytmoqchimiz. Biz O'zbekistonda muxolifat o'yinini o'ynashga tarafdor emasmiz. Biz bugun barcha partiyalarning fikrlariga quloq tutayotgan va O'zbekistonni rivojlantirish uchun nima kerak bo'lsa shuni qilayotgan hukumat bilan hamkorlik qilayotganimizdan albatta faxrlanamiz. O'zbekiston juda qiyin bo'lsa ham, lekin rivojlanish yo'lida bardavom, barqaror harakat qilayotgan ona vatanimizdir. Mana shu vatanimizni rivojlanishi, har bir oilada to'kinlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lishi, har birimizni jarayonlarni to'g'ri tushunishimiz, fuqaro sifatida o'z haq-huquqlarimiz va majburiyatlarimizni to'g'ri anglashimiz, ularga rioya qilishimizda ko'rinadi. Aziz vatandoshlar, Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashining raisi sifatida O'zbekistonimizni rivojlanishi uchun qo'limizdan kelgan barcha hissani qo'shishdan manfaatdormiz va shu yo'lda harakat qilyapmiz. Ishonchim komil, 2023-yil bir xalq bo'lib, bir el bo'lib, O'zbekistonimizni dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatorida bo'lishi uchun barcha qo'limizdan kelgan ishlarni amalga oshiramiz. Yana bir bor hammangizni 2023-yil bilan tabriklash bilan bir qatorda oilangizga avvalambor qut baraka, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Har bir oila tinch bo'lsa, mamlakatimiz tinch bo'ladi. Har bir oila to'kin bo'lsa, mamlakatimiz to'kin bo'ladi. Hammangizni yana bir bor bayram bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman.